drift qilib bera olasizmi? Muammo yo'q. Ketdik bu Ko'rishamiz aka. ishqilib. Da, ko'rishamiz. Like qilaman. Ketdi. Bu BMWni shu holatga kelguncha qancha pul ketgan? Hozirgi mana shu holatigacha mashina bilan birga hisoblasa 60 ming dollar pul ketgan. Oldin bu mashinada avariya bo'ldingiz, ya'ni o'zingiz yo'q yubordingiz ham. Undan keyin bu mashina yana shu holatga qaytarguncha qancha rasxod qildi? Xo'p, yo'q yuborganim bo'yicha o'zi almashadigan narsasi yongan, ko'pchilik bildi, ko'rdi. Kuzov bilan, hadovoy qismi bilan 4 ming dollarga yaqin pul ketdi o'sha. Avariya bo'lgandan keyin shu holatga kelguncha 4 ming dollar. Sizga o'zi qaysi mashinani yoqadi? BMWmi, Mercedesmi, Porschemi? Xo'p, qarang, komfort bo'yicha hisoblaydigan bo'lsa, agar Mercedes yoqtiraman. Adrenalin kerak bo'lsa, agressiv yezda kerak bo'lsa, sport kerak bo'lsa, BMW. Porsche haqida fikringiz qanaqa? 911 bo'lsa, haydayman, S-turbo, qolganini yana shunga o'xshash proyektlar qilasizmi? Masalan, bu BMW Need for Speed'dagi BMW bilan bir xil BMW qilgansiz, yana qanaqadir proyekt qilish niyat bormi? Xuddi shunaqa BMW bor yana bitta kupe, tez kunda xudo xolasa e'lon qilamiz. Undan tashqari yana ko'pchilik bilgan bir mashhur kino bor. Ana o'shanda chiqadigan mashina bo'ladi. Bu sir bo'lib qola qolsin, bilsa kommentariyada yozib qoldirsin. Eng muhimi niyat bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, sportivniy mashina qilish maslahat beraman, lekin ko'chada bosib yurishni maslahat bermayman. Hamma narsani o'z chegarasida qilgan ma'qul deb hisoblayman. Obunachilarga ham qiziq, oylik daromadingiz qancha? Ya'ni shu mashinaning orqasidan qanaqa daromad topasizmi? O'zingiz alohida bizneslaringiz bormi? Yo'q, o'zi sohamizda bor, ko'pchilik biladi. O'sha sohamizda asosiy daromadimiz. Endi shu reklamalardan tushadigan daromad, keyin bu mashinaning endi ko'p joyi reklama asosida proyekt qilingan-da. O'shani hisobiga bizgacha unaqa qimmatga ham aylanmagan deb hisoblasak bo'ladi. O'rtacha oylik daromadingiz qancha? 25 ming 30 ming atrofida. Ijodlaringizga omad. Rahmat. Sizlarga omad. Blogerlar bekatini kuzatib boringlar. Rahmat katta.